Assalomu alaykum aziz podpischilar. Bugun navbatdagi obyektimizga keldik. O'tishga topshish uchun. Ko'rib turganlaringizdek, ulardan yuzlar chiqyapti. Bu ikkinchi etaj, pastki etajda patologdan yuzlar kelib turibdi. O'tishga shu daraja katta. Bu yerda sentralnidan suvni вообще ochib turibdilar. Keyin birimiz o'tgan ustamizdan aytib ketchi kerak millat ishlamaydi. Bu yerda shu kraynikni ochsa, aristona keyin sovuq suv rakunalari ishodan boradi. Ishini ochsa sistemaga bundan giradi, podpitcha kraynik ochib qo'yadilar. Shu bilan keyin отоплениyaning sistemadagi suv xullas baniyalar ulangan. Bu yerda shunday deb chalashtirib olib ketibdi do'stlar. Iltimos qo'llaringizdan kelmasa bunday qilmanglar. Keyin grizvik bo'lishini qarang. Grizvik yuqori qarab turibdi palachalar. Yana asosan qo'yilgan. Keyin bu yerda 24 dona radiatorda ketma-ket Leningradga ulangan. Yana joyda gidrostatik yasab 2 yo 3 kontrakt bo'lib berish kerak edi bu yerni. Bir nasosni aylanadan atib balanslar uchun kraniklar bilan. Biz shuni ishlayapmiz. Hozir ish o'tishga apparatimizda, o'tishga qidradon apparatimizda ishni ishlatib ko'rsak, ishdan shatirtab ses kelib turibdi. 100% ishi mo'shta, ishi pergorodkani teyini pasa o'tib turibdi-dan. Suv katta davleniyada pasa o'tib turibdi. Hozir bir yerni ochdik. Hozir pastdagi nasosni ochsalar, xudo xohlasa. Hozir o'tib turibdi pastdagi nasosni. Shuni suv chiqishi kerak. Bu yerni ochdik, ishdan turbalar o'tgan ekan shunday. Bu yerda через котел bular ham keyin bir rakvina ham, keyin bir ariston turibdi, ariston ham keyin sistemaga men ham to'g'risam tushunib bilmadim. Uyni bu obyektni egasan, klientimiz to'g'ri tushuntirib bermadi. O'zi ham tushunmaydi, bu yerdan ichki holatda ulangan. Keyin bu yerda ikki bani, o'sha pergorodka orqasida ham bani, o'sha mushni qo'yibmiz. Agar hozir o'tishga bundan chiqmasa, o'sha mushdan chiqadi. Shundaysa shu mushdan ovozi chiqdi-dan, shatirda o'tishga apparat shuni aniqladi. Banni ko'rish yodda yo'q, one trap ochib boshladik endi. Lekin bandan ham katta ses berib turadi-da. Iloji yo'q. Ustamiz ошибкasini to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Lekin maslahat berardim, montaj sistemasini iloji boricha unutib o'tmanglar. Hozir videom davomida xudo xolasa ko'rib beraman, o'tishga topilgan, xudo xolasa yamab tashlashdan boshqacha bir variantlarni o'ylab ko'ramiz. Hurmatli podpischilar, ular shunday asosini tashlab bergan. Görüşler mümkün. Birinden gördük. Susuz bir yere gelip köpte peşimden çıkmak için bara bir geldik. Öteki köptelik sebebi. Öteki tapadon aparat birini görsetti. Avattım kette yaptı. Düşke okşamadı da o. Bunlar düşündeki iyi bir de korup geldik. Şimdi bir de bir kanada işöde rakyona var. Rakyonada ötken turbada işöde müzik var yine. Okşam kullanmayan var. Yok, bir de sayın yine yok. Hazır indi. Bir de bize bu iş suyunu turbası bu. İş suyunu turbası da oylamadık. Bir de burada soğuk suyunu turbası var. Aynen. Soğuk suyunu turbasını tartsak bana yürüp tuttu. Aslında soğuk suyunu turbasını üç yerini kafamızda bayağı ucu alıp ban tarafında buluşu gerek bu. Soğuk suyunu turbasını emez, iş suyunu turbasını. Mesela birinci idarenin ahvalına göstersen dum açınarlı. Çerekten kuyulandı attı lan. Şu nesnenin tapış üçüncü nasıl bir şey oluyor. İltimas ustalar işlerimizin sıfatlıdır. Hem ne bir hata kuymasına ne para için kapışkın var. Aslında öteçeli işlerden aparat şöyle koyulmakta, şöyle turbalar için şöyle koyulmakta, şöyle oğaz çıkıyor. Demek oğaz güçlü bulmak için. Bana bu. İlacı yok, su dışarı bağlanlar gibi şu an var. Limonada. Biraz iltimas ustalar sıfatlı işlemine birine bağlana kalan turbalan düğüp koyuptura. Benim işlemesi gerekiyor aslında. Bir de katyola gireden soğuk suyu bundan gelip tüptene. Şeyin bildirme. Bir de bilimden bu ataplayınca turbasını pastayı nasosdan bile koyup bunu açsa bu ana su var abi. Bir düşünüp koymalı bu narsaya. Biz işimizi bulduk. Geçişe tapıldık. Yine şurada kızmak oluyor. Birden yine kandisat sbornik için kanalizasyon çıkmadan. Doğru şöyle büyük bir yeri var. Videolarımızı güzel kaparım. Bundan kızgarı bir yana kurtlarına kalırsa
Like, подписка basmayı unutma.